Halo sizlarman, bugun sizlar bilan für predlogining gapda 5 xil qo'llanishini o'rganamiz. Birinchisi, kim uchundir yoki foydasi uchun aytadigan bo'lsa, ich kaufe ein Geschenk für dich. Men senga sovg'a sotib olyapman. Ikkinchisi, maqsad yoki sabab uchun aytishimiz mumkin. Ich lerne Deutsch für die Arbeit. Ya'ni men ish uchun nemis tilini o'rganyapman. Uchinchisi, vaqt davomiyligiga nisbatan aytishimiz mumkin. Ich bleibe hier für 2 Tage. Men bu yerda 2 kunga qolaman. To'rtinchisi, narx yoki qiymatga nisbatan aytishimiz mumkin. Ich kaufe das für 10 Euro. Men buni 10 yevroga sotib oldim. Beshinchisi, fikr yoki qo'llab-quvvatlash. Ya'ni ich bin für dich. Men seni qo'llayman. Fürning doimgi qoidasi plus akkuzativ bilan keladi. Ya'ni der Mann für den Mann, die Frau für die Frau, das Kind für das Kind. Ich kaufe Blumen für den Lehrer. Men o'qituvchi uchun gul sotib olyapman. Agar fürni yaxshi o'rganib olsangiz, gapda bemalol qo'llashingiz mumkin. Shunday qilib, nemis tilini o'rganishni davom eting.